Agar qiz farzandingiz bo'lsa, ekranga yaqinroq keling. Biz qizimizni faqat idish yuvishga, ovqat qilishga, uy tozaligiga, shirin gapirishga, yaxshi muomala qilishga yo'q, birinchi o'rinda hayotiy zarbalarni yengishga o'rgatishimiz kerak. Qiz farzandingiz bormi? Siz uni baxtini turmushida deb bilmang. Birinchi o'rinda u qizning bu dunyoda mavjudligi, tirikligi, borligini o'zi baxt. Boshqasi uchun o'zingni fido qilma. Lekin shafqatli bo'l, shafqat qil unga. Qizlarimiz kimnidir o'zidan ustun qo'ydimi, unga fido bo'ldimi, uni yo'qotganda o'zini yo'qotadi. Buni baxti eriga bog'liq. Juda ko'p tanazzulga mana shu olib keladi. Boringizni berdingizmi, siz albatta xiyonatga uchraysiz. Boringizni bersangiz, siz uni oyog'ini ostiga tushgan bo'lasiz. Oyoq ostiga tushilgan narsa ezib o'tiladi. Hattoki turmush o'rtog'iga aytmagan sirri bo'lish kerak ayolning. Ochilgan qulf bo'lmasligingiz kerak. Erkak kishi har doim aytamiz, qayerda nimani his qilsa, o'sha hissiyotni sevadi. Ayol kishi qachon o'zini sevsa, o'zidan baxt nurini taratib tursa, hammaga yoqadi. Sevgi bu o'zlashtirish degani. O'sha hislatni o'zlashtirish uchun unga talpinadi. Erkak shu paytda men uni sevdim deb o'ylaydi. Bu sevgi emas. U ishq qancha yashaydi? Maksimum 5 yil yashaydi. Hid insonda sevgini uyg'otadi. Miyada yoqimli tebranish bo'ladi-da. U miyaga yoqadi. Endi u boshqa ovozdan yoqimli hisni his qilishni boshlaydi-da. Shuning uchun ham bu ilohiy emas, bu tanani sevgisi. Faqat 5 yilga yetadigan tuyg'u uchun sen bir umrlik hayotingni yo'q qilishing kerak emas deb o'rgatishimiz kerak. Bu eng avvalo qizlarimiz. Chunki seni taning o'zgaradi, gormonlaring o'zgaradi. Senga yoqqan narsalar 5 yildan keyin, senga 3 yildan keyin yoqmay qolishi mumkin. Hayotiy maqsad yo'lidagi to'siqlar, yo'lda uchraydigan yo'lovchilar va u yo'lovchilardan keladigan zarbalar, u zarbalarni yengishni biz farzandlarimizga bolaligidan tushuntirib borishimiz kerak, ayniqsa qiz farzandlarimizga. Chunki atrofga qarang, xiyonatdan jabrni erkaklar ko'rgani yo'q. Juda kamdan kam holat. Ayollar ko'ryapti. Buni tanasi boshqasini xohlab qoldi degani bizi qizimiz o'limga yuz tutsin degani emas-da. Bizi qizimiz hayotini barbod qilish kerak degani emas-da bu. Sen bu joyda jabrdiyda emassan, sen bu joyda poksan. Aslida mana jabrdiyda. Buni tanasini kir qilgan vaziyat bilan sen ko'nglingni qoralama. Ko'nglingni kir qilma. U kir bo'ldi o'sha. U dunyoga borib anglab yetmaydi. Mana shu dunyoda mana shu xatolarim deb bir kun vijdoni bilan yolg'iz qolganda tan oladi uni. Qizim, uchrashuvga chiqib ketyapsan. Maska bilan chiqding, o'zingni xayolingdagi qiyofada ko'rinding. U shuni yaxshi ko'rdi. Sen xiyonatga tayyor. Chunki sen baribir maska bilan yasha olmaysan. Maska yechildimi? Maska qidiriladi. Salonga boradi, qizini qoshini chizdiradi, bir narsa qildiradi, sochlarini bir narsa qildiradi-da, qiziga sponni yoqtiradi, odobni yoqtiradi-da, borib qaysidir qaynanaga ko'rsatadi-da, u o'g'liga kelin qilib olib berishni istaydi. U qaynana bu maskani yaxshi ko'rdi, u kuyov bu maskani yaxshi ko'rdi. Uni asli yuzini emas. Qizingiz turmush o'rtog'ini ham hayotida, ham yuragida bo'lsin. Uning uchun u moliyaviy mustaqil ham bo'lsin, o'zi ham daromad topsin. Eri uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqsin. Yengiltaklik bilan emas, janjal bilan emas, olam shumul voqeliklarga sabab bo'lish bilan emas. Qizimdan men buni ayollarimizga ochiqchasiga aytishim shart emas. Bo'yin qaysi tomonga qarasa, bosh o'sha tomonga qaraydi. Assalomu alaykum, Yashash baxti kanalining aziz muxlislari. Bugun sizlar bilan yana g'oyibona uchrashuvdamiz. Bugungi mavzuyimiz juda ham ajoyib mavzulardan biri. Ya'niki sizga bir savolimiz bor. Agar qiz farzandingiz bo'lsa, ekranga yaqinroq o'tirishni sizga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum Zilol opa. Bugun jamiyatimizda asosiy rollarni egallab kelayotgan ajoyib va go'zal o'zbek qizlarimizni taqdiri haqida gaplashamiz. Yoshligidan boshlab oilaviy hayotga tarbiyalash, asosan kelinlikka tarbiyalash biza an'analarimizga xos narsa. Lekin ularni oilaviy hayot uchun, asosan turmush uchun, turmushdagi zarbalar uchun, ular duch keladigan har turli ma'nodagi xiyonatlar uchun tarbiyalash u qadar bizga begona desak ham bo'ladi. Keling, bugun siz bilan shu haqida suhbatlashsak. Tajribangizdan kelib chiqib, albatta hayotiy tajribangizdan kelib chiqib, o'z maslahatlaringizni berib borsangiz. Agar qiz farzandingiz bo'lsa, ekranga yaqinroq keling, chunki uni yoshi katta bo'lganda emas, bolaligidan tarbiyalab borishga harakat qilish kerak. Oilada qiz farzand tug'ildimi, uni tug'ilgan zahotiyoq avaylab, ehtiyot qilib
tarbiyalash haqida biz ko'p gapiramiz. Yana bir narsa, qiz farzandni hayot zarbalariga tayyorlash. Qiz farzandingiz bormi? Siz uni baxtini turmushida deb bilmang. Siz uni baxtini uni borligida deb biling. Uni shu dunyoda mavjudligida deb biling uni asl baxtini. Qiz bolaning baxti bu uni turmush o'rtog'iga, tushadigan joyi, qaynona, qaynotasiga bog'liq emas birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda u qizning bu dunyoda mavjudligi, tirikligi, ana undan keyin boshqa omillar ta'sir qiladi uni baxtiga. Borligini o'zi baxt. Qiz farzandingizga uni borligi baxt ekanligini bolaligidan tushuntiring. U o'zi bir baxt ekanligini tushunsin bola. Qiz. Shundagina uning baxtli bo'lishi boshqalarga bog'liq emasligini anglagan holda erkin kamolga yetadi. Va hamisha benjillik deyiladi, mana xudbinlik oz miqdorda bo'lsa ham qiz farzandda bo'lishi kerak xudbinlik. U o'zini yaxshi ko'rish kerak. Har doim mana biz ko'proq qizlarda, ayolda tabiatan fidoyilik degan narsa borda. Biz mana shu fidoyilikni shafqatga o'tkazishimiz kerak. Biz uni bolaligidan tarbiyalayotganimizda, sen masalan boshqasi uchun o'zingni fido qilma, lekin shafqatli bo'l, shafqat qil unga. Masalan, ukangga, akangga, onangga, otangga, yaqin insonlaringga, atrofingdagi insonlarga shafqatli bo'l. Lekin joningdan kechma, bu mumkin emas. U sen borsan, seni bu dunyoda borliging, sog'liging sen uchun birinchi o'rinda. Sen boringni fido qilmasliging kerak. Faqatgina qo'lingdan kelganicha yordam ber, ya'ni shafqat qil deb o'rgatishimiz kerak qiz farzandlarimizga. Shundagina u hayotiy zarbalarda faqatgina haligi atrofidagi bor odamlarga o'zini fido qilib bormaydi-da. O'zini boricha qabul qiladi-da, yonidagi odamni ham boricha qabul qilishni o'rganadi. Faqat unga qaysidir ma'noda shafqat nazari bilan, qaysi joyda mehr, muhabbat nazari bilan qarashni o'rganadi. O'zidan ustun qo'ymasligi kerak atrofidagi insonni. Biz qizlarimizga shuni o'rgatishimiz kerak. Qizlarimiz kimnidir o'zidan ustun qo'ydimi, unga fido bo'ldimi, uni yo'qotganda o'zini yo'qotadi. Keyin boshqalarni ko'proq qadrlash orqali o'zini qadrini tushirib yuboradi. Ya'ni o'zini yo'qotib, o'zligini yo'qotib, o'zligini yo'qotgan inson mana o'zidan ustun qo'ydimi kimnidir, u o'zini yo'qotdi degani. U hamisha o'zida bo'lish kerak. Chunki tanasini bir joy og'risa, o'zi his qiladi. Ko'ngli og'risa, o'zi his qiladi. Nimanidir yo'qotsa, o'zi his qiladi. Buning uchun fido bo'lmaslik kerak. Shafqatli bo'lish kerak. Ayol shafqatli bo'lish kerak. Biz mana qiz farzandimiz bormi, uni bolaligidan tabiatan o'zi ayol zoti mehribon bo'lib yaralgan, lekin uni o'ziga nisbatan mehribonligini kuchaytirishimiz kerak. O'zini ko'proq yaxshi ko'rishini, fidoyilikni o'ziga qilishini o'rgatishimiz kerak. Hozir ko'pchilik ko'rgan odamlar eriga fido bo'lish kerak, bolasiga fido bo'lish kerak. Yo'q, erini ham Alloh yaratgan, farzandini ham Alloh yaratadi. Bu qizni ham Alloh yaratgan. Bu ham qizimiz ham bu dunyoga baxtli bo'lish uchun, yaxshi yashash uchun kelgan. U ham bu dunyodagi o'zini vazifasini bajarish kerak, ya'ni baxtli bo'lish kerak. Kelajakda ona bo'lish kerak, sog'lom farzand, sog'lom nasl qoldirish kerak. Buning uchun u o'zini ehtiyot qilish kerak. Boshqalarga fido bo'lishga majbur emas bizning qizimiz. To'g'ri. Yana bir muhim jihat, biz ko'pincha qizlarimizni baxtini boshqa bilan bog'laymiz-da. Buni baxti eriga bog'liq. Juda ko'p tanazzulga mana shu olib keladi. Qiz bolaning baxti o'ziga bog'liq birinchi o'rinda. Biz qiz farzandimiz bormi, bolaligidan uni o'zini oyog'ida turadigan qilib, ya'ni o'zini kuchiga ishonadigan, bir hunarni egasi, bir kasbni egasi qilib voyaga yetkazishimiz kerak-da. Uni tug'ildik-ku, shunda bo'yi o'sdi, turmushga berdik, endi baxtli bo'ladi emas. Baxt birovga bog'liq emasligini bolaligidan tushuntirishimiz kerak. Shundagina u hayotiy zarbalarga bardosh beradi. Nafaqat u turmush o'rtog'ining xiyonatiga, balki hayot yo'lida ham farzandlarimiz, ya'ni qiz farzandlarimiz xiyonatga uchraydi. Juda ko'p qizlar mana o'smirlik yoshida, yoshlik yillarida eng yaqin dugonasidan xiyonatga uchraydi. Eng yaqin insoni, odatda inson yaqin insondan xiyonatga uchraydi. Shuning uchun biz qizlarimizning bolaligidan mana shu har qanday inson
aynan undan ustun bo'la olmasligini, u borini unga ishonib qo'ymasligini tushuntirib borishimiz kerak. Har bir ayolni, har bir qizni o'zini krugi, ya'ni davrasi bo'ladi. O'zini mana dugonalari bo'ladi, hamkasblari bo'ladi, o'qishdagi do'stlari, dugonalari bo'ladi, kursdoshlari bo'ladi yoki sinfdoshlari bo'ladi. Krugi bo'ladi-da. Krug degani, ya'ni atrofidagi do'stlari degani bu 100% ishonchli degani emas. Qiz farzandimizga ham, o'g'il farzandimizga ham uni yonidagi yaqin do'sti ham undan ustun emasligini anglashda tushuntirishimiz kerak. Ya'ni unga borini berib yubormaslik kerak. Unga fido bo'lib ketmaslik kerak. U ming yaqin do'sti, yaqin dugonasi bo'lsa ham. Shuni biling, fido qilingan insonga xiyonat uriladi. Chunki u birinchi o'rinda o'ziga xiyonat qilyapti. O'zidan kechdi u. O'zini borini berib bo'ldi u. Demak, unga bemalol xiyonat qila oladi. Chunki u o'zi shu povudni, shu sharoitni yaratib berdi. U borini mana men dedi, senman dedi. Sen xohlaganingni qil, men senga topshirdim o'zimni. Deyish deganida bu. Borini berib yuborish, fido qilib yuborish degani. Yo'q, har birimiz alohida shaxsmiz. Har birimiz alohida insonmiz. Biz his qilgan narsani yonimizdagi odam his qilmaydi. Shuning uchun bizmizmi o'zimiz bo'lib turaverishimiz kerak. Boringizni berdingizmi, siz albatta xiyonatga uchraysiz. Siz aniq zarbaga uchraysiz. Chunki inson o'zini tanasi deb hisoblaydi-da uni. O'zini bor deb hisoblaydi-da. Bemalol xohlagan ishni qilaveradi. Uni siz kimgadir fido bo'lsangiz, kimgadir joningizni fido qilsangiz, kimgadir boringizni bersangiz, siz uni oyog'ini ostiga tushgan bo'lasiz. Oyoq ostiga tushilgan narsa ezib o'tiladi. Bu bor haqiqat. Chunki yurish uchun ezib o'tish kerak. To'g'ri. Buni bolalarimizga, qizlarimizga bolaligidan tushuntirsak, hech qachon o'zini fido qilmasdan, borini ishonib, hamma sirrini aytib bormaslik kerak. Qiz farzandlarimiz hattoki turmush o'rtog'iga aytmagan sirri bo'lish kerak ayolni. Har doim. Turmush o'rtog'iga, dugonasi, do'stiga, yaqin insoniga demayapman. Hattoki o'sha bir umr yashamoqchi bo'lgan insoniga ham aytmaydigan sirri bo'lish kerak. Chunki sizni boringizcha o'qidimi, siz qiziq emassiz unga. Hamisha sizni bitta siringiz turishi kerak. Haligi ochilgan qulf bo'lmasligingiz kerak-da, siz har doim yopiq qulf bo'lishingiz kerak. Sizni ochishga harakat qilish kerak qarshingizdagi inson. O'qilmagan kitob bo'lishi kerak-da. Siz boringizda, ichingizda nima his qilyapsiz, hayotingizda nima o'tgan, uyingizda nima o'tgan, dugonangizga ham, do'stingizga ham, turmush o'rtog'ingizga ham aytdingizmi? Siz o'qilgan kitobsiz, siz endi qiziq emassiz. Shu o'rinda yana bir narsa bor. Har bir inson o'sib shakllanib borar ekan, o'zligini tanib, o'zini ko'rsatib boradi. Masalan, qizlarimiz, umuman ayollarimiz ham. Erkak kishi albatta tabiatan ovchi deymiz. Buni ilm nimasida ular ovlashi kerak. Ya'ni o'sha qiziga qaraganda uni o'sha qizda qaysidir hislati o'ziga tortadi. Balki tabassumi, balki o'zini tutishi, balki o'ziga bo'lgan ishonchi, erkin harakat qilishi, erkin suhbatlashishi, balki raqsga tushishi. Bir xilga qizlarimiz bor, kirganda davrani yondirib yuboradi. Hamma yaxshi ko'radi, hamma havas qiladi, voy mazza qilib o'ynayapti deymiz. Bu o'sha erkakka ham yoqadi, o'sha yigitga ham yoqadi. O'ziniki qilgisi keladi uni, o'ziniki bo'lgandan keyin uni o'sha chiroyini, o'sha o'zidan taratayotgan nurni boshqalar ko'rishdan qizg'anishni boshlaydi-da, so'ndirishni boshlaydi. Bunaqa qilma, bunaqa kulma, bunaqa raqsga tushma, bunaqa davraga qo'shilma, ko'p gapirma, borma, sekin-sekin uni haligi doirasini, ya'ni o'sha do'stlarning davrasi, o'rnini qisqartirishni boshlaydi. Endi biz ayollarimiz nima qiladi? Tabiiyki o'zini fido qiladi. Ya'ni bo'ysunadi. Ya'ni yaxshi ko'rganligini sababli yoki turmush o'rtog'i, balki turmushga chiqqanimizda turmush o'rtog'i bo'lganligi uchun xo'p deydi. Sekin-sekin shunaqa qilib o'zligidan voz kechadi-da haligi qiz. O'zini unutib qo'yadi, o'zini qanaqaligini unutib qo'yadi. Xursand bo'lganda qanaqa kulishini unutib qo'yadi. Yoki raqsga bir musiqa chiqqanda qanaqa qilib raqsga tushishni unutib qo'yadi. U o'zini yo'qotgan sari u eriga ham zerikarli bo'lishni boshlaydi. Oldingi quvonchi, shodligi yo'q, oldingi quvnoqligi yo'q, oldingi nuri yo'q, porloqligi yo'q. Chunki nimaga o'zini yo'qotib qo'ydi? Chunki toraygan sari o'zi ham siqilishni boshlaydi-da. Shuni hisobiga depressiyaga tushadi, shuni hisobiga jabrdiyda pozitsiyasiga kirib oladi. Shuning uchun erim uchun qildim-ku, farzandim uchun qildim-ku deyiladi.
to'g'ri fido qiladi, lekin birinchi o'rinda inson o'zini yo'qotib qo'ygandan keyin oilani baxti ayolga bog'liq deymiz. Oilada ayol baxtni yaratadi, farzandni ham baxtli bo'lishga o'rgatadi, erkakni ham baxtli qiladi. Erkak kishi har doim aytamiz, qayerda nimani his qilsa, o'sha hissiyotni sevadi. Ayolni emas, o'sha yerdagi o'sha ayolni yonida his qilgan hissiyotini, o'sha muhitni sevadi deymiz. Lekin o'zini yo'qotib qo'ygan, o'zini nurini yo'qotib qo'ygan ayolga yoniga borishga har qanaqa erkakda ham keyin kuchi yetmaydi. O'zi aslida o'zi so'ndirib olgan bo'lsa ham u ayolda. Shuni hisobidan xiyonat kelib chiqishi mumkin. Shuni hisobidan ko'plab oilaviy stresslar, janjallar kelib chiqishi mumkin. Shu o'rinda siz aytgan gapingiz birinchi o'rinda o'zini sevish kerak. Chunki ayol kishi qachon o'zini sevsa, o'zidan baxt nurini taratib tursa, hammaga yoqadi. Mayli boshqalarga o'sha nurini ko'rsatmasin, lekin uyda erga ko'rsatish kerak. O'zidan voz kechib yormaslik kerak. O'zligini saqlab qolish kerak hamma qiz ham. Biz qizlarimizga shuni o'rgatib, qaynona-qaynotaga yoqishdi emas, erga ko'proq yoqishdi ham yoki oilani qanaqa yurgizishdi ham, oilada qanaqa o'rni bo'lishi kerak ayolda yoki onani. Qanchalik darajada o'zini fido qilish kerak yoki siz aytgandek fidokorlikni o'rniga shafqat, mehr shafqat, sevgi ulashni o'rgatishimiz kerak deb hisoblayman. Bilasizmi, sevgi, mana siz aytyapsiz, o'ynab turgan, chiroyli turgan, kulib turganni sevib qoladi deyapsiz. Sevgi bu o'zlashtirish degani. Aslida inson o'zida yo'q hislati bor insonni sevadi. Sevdim deb o'ylaydi. Endi yoqtiradi, o'sha holatga yoqib qoladi. Chunki aslida u insonni emas, u o'sha hislatni o'zlashtirmoqchi. Masalan, e'tibor bersangiz, juda ham jiddiy erkaklar quvnoq ayollarni yaxshi ko'radi. Chunki unda quvnoqlik yo'q. Qanaqadir bir o'zgarish bo'ladi-da hayotida, bir yangilik kirib keladi. Unda quvnoqlik yo'q, uni tabiatida yo'q. U shuni o'zlashtirish uchun yaxshi ko'rdim deb o'ylaydi o'zi. Yaxshi ko'ryapman deb o'ylaydi. Aslida ong o'sha hislatni o'zlashtirish uchun unga talpinadi. Insonning ruhi boshqaradi-da baribir ham. Shunda ko'radi, bu vujudda, bu ongda u mavjud emas. Bu tanada u mavjud emas va buni o'zlashtirish kerak. Chiroyli tabassum, chiroyli ko'zlar, chiroyli kulgu, chiroyli raqs, xandon inson. Bu insonda yo'q. Shuni o'zlashtirish uchun ong o'sha tomonga e'tibor qaratadi. Erkak shu paytda men uni sevdim deb o'ylaydi. Bu sevgi emas. Bu o'zlashtirish bu. Sevgi aslida Alloh insonning qalbiga shunday sevgi soladi. Mana Layla va Majnunning sevgisi. Layla qanaqa xunuk qiz bo'lgan. Uni bir yarq etadigan tomoni bo'lmagan, to'g'rimi? Majnun uni sevgan. Bu ilohiy ishq, Alloh tomonidan berilgan ishq bu. Hech qanday sababsiz uni kulishi-yu, uni raqsga tushishi-yu, uni ko'zlar muhim emas bu. Chunki uni o'zlashtirishni istamaydi. Uni boricha yaxshi ko'radi. Bir yigit bir qizni nima uchun yaxshi ko'rasan desa, u chiroyli, u bunday dedimi, u sevgi emas. U o'zlashtirish, u ishq qancha yashaydi? Maksimum 5 yil yashaydi. 5 yilda inson o'sha hislatni o'zlashtirib oladi. Ilohiy ishq umrbod yashaydi. Endi buni juda katta farqi bor. Ishqda ham etaplari bor. Albatta. Undan masalan o'sha sevgi, masalan boshlanishi sevgi bo'ladigan bo'lsa, sevgi deb oladigan bo'lsak, yoqtirish aytaylik. Sevgi degani bu sezgi degani. Sezgi degani hid orqali, ko'rish orqali, his qilish orqali. Insonni sezgi organlari orqali sevgi paydo bo'ladi. Birinchi o'rinda insonni eng ko'p miyasiga ta'sir qiladigan narsa hid bilish sevgida. Hid insonda sevgini uyg'otadi. Qarama-qarshi jins vakilidan kelgan hid orqali birinchi bo'lib miyaga sevgi degan signal boradi. Ana undan keyin ko'rish, har doim ko'zi bilan sevadi deydi-ku. Yo'q, ko'zi bilan shunchaki qaraydi. U sevib qolmaydi. Qiziqadi shunchaki. Yoqtiradi. Keyin shunchaki u chiroyli narsaga har qanday insonni qaragisi keladi-ku. Ko'z bilan qarash bu sevgi degan miyaga signal bermaydi. Chiroyli degan signalni beradi. Go'zal degan signalni beradi. Lekin hid bilish bu sevgi degan signalni beradi. Chunki hech qatday his qilmagan iforni his qildi, miyaga signal boradi. Va undan keyingisi eshitish.
inson ovoz bilan ham sevadi. Ko'pchilik masalan e'tibor qaratsangiz telefonda gaplashib o'zini ko'rmagan bo'lsa ham ovoziga oshiq bo'lib qoladi. Chunki quloqdan miyaga tez signal boradi. Sevgi degan signal boradi. Yoqimli ovozi signali sevgi bo'lib, o'sha ovoz kirib boryaptimi, miyada yoqimli tebranish bo'ladida. U miyaga yoqadi u narsa. Bu sevgini shakllantiradi. Sevdim deb o'ylaydi. 5 yil. Uzog'i 5 yil. 5 yil. To'g'ri. Bu tan olish kerak. 2-3 yil deyilgan lekin o'zi aslida o'tkazilgan nimalariga uzog'i bilan 2 yil. Uzog'i bilan erkakda 5 yil yashaydi. Chunki ayollarda 3 yilda gormonlar o'zgaradigan bo'lsa, erkaklarda 5 yilda. Erkak 5 yil maksimum chidashi mumkin, xolos, maksimum uni sevishi mumkin. U paytgacha ham yetib bormasligi mumkin. Chunki bo'ldi, uje miya uni qabul qilib, ichiga o'zlashtirib bo'ldi, unga ko'nikdi. Endi uni u ovozdan tebranmaydi. Endi u ovozdan yoqimli his qilmaydi endi miya. Endi u boshqa ovozdan yoqimli hisni his qilishni boshlaydi-da. Shuning uchun ham bu ilohiy emas, bu tanani sevgisi, tanani signalida bu. Organizm signal beradi sizga nima bo'layotganini. O'zi shundoq ham o'zgartirishni boshladimi? Bu siz aytgandek ilohiy ishq bo'lmaydi. Shunday ilohiy ishq emas. Ilohiy ishq hech qanaqa paragrafda belgilanmaydi. Hech qanaqa to'siqni ham tan olmaydi. Yoshni ham, masofani ham tan olmaydi ilohiy ishq. Ko'rinishni mutlaqo tan olmaydi. Ilohiy ishq bu ikkita ruhni bir-biriga talpinishi degani. Ilohiy ishqda tana emas, ruh gaplashadi. Ruh yaqinlashadi. Biz hozir aytayotgan ko'rish, eshitish orqali bu tanani ishqi bu. Bu ilohiy emas, bu maksimum 5 yil yashaydigan ishq. Biz farzandlarimizga mana shunaqa ishq tuyg'ularini tushuntirishimiz kerak-da. Masalan, sen bitta insonni maksimum 5 yilgacha seva olishing mumkin. Bu degani 5 yil sevadigan insoning uchun sen joningni qurbon qilmasliging kerak deb tushuntirishimiz kerak-da. 5 yil sevadigan, 5 yil miya signal berib, tebranib, uni ovozini eshitganda, uni ko'rganda halovating yo'qolib, faqat 5 yilga yetadigan tuyg'u uchun sen bir umrlik hayotingni masalan joningga qasd qilib yo'q qilishing kerak emas deb o'rgatishimiz kerak-da. Eng avvalo qizlarimizga. Chunki bizda ayollarimiz his tuyg'u bilan yashaydi ko'proq. His tuyg'u bilan o'zini namoyon etadi. Hayotda asl ma'nosini ham his tuyg'u bilan his qiladi-da. Shuning uchun biz ko'proq qizlarimizga o'rgatishimiz kerak. Chunki erkaklar tabiatan faqat miya bilan ish yuritadi. Faqat ongiga, masalan, tuyg'usiga u qadar ichki ovoziga u qadar ko'p quloq solmaydi. To'g'ri kelgan miyasiga bu shunday deb qabul qiladi, shunday deb bajaradi. Masalan, ayollarning miyasi sintez qiladi, tahlil qiladi, unaqami, bunaqami his tuyg'ulari bilan orasida, miya o'rtasida jang ketadi ayollarda. Ayollar tabiatan shunaqa yaratilgan. Shuning uchun biz ayollar hissiyotga beriluvchanligi uchun qiz farzandlarimizni aynan shu hayotda uchraydigan narsalarga tayyorlab borishimiz kerak-da. Sen uzog'i bilan 3 yil yoki 5 yil bir insonni balki patolog darajada sevishing mumkin. Bu 5 yildan o'tsang, sen o'zgarasan. Chunki seni taning o'zgaradi, gormonlaring o'zgaradi. Senga yoqqan narsalar 5 yildan keyin, senga 3 yildan keyin yoqmay qolishi mumkin. Shuning uchun sen mana shu periodda, mana shu 5 yilda o'zingni fido qilib borma. Ya'ni qaysidir insonni deb joningni fido qilma. Qaysidir insonni deb hayotingni rasvo qilma. Hayotiy maqsad qo'yishni o'rgatishimiz kerak o'zi eng avvalo. Farzandlarimizga, o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, hayotiy maqsad yo'lidagi to'siqlar, yo'lda uchraydigan yo'lovchilar va u yo'lovchilardan keladigan zarbalar, u zarbalarni yengishni biz farzandlarimizga bolaligidan tushuntirib borishimiz kerak, ayniqsa qiz farzandlarimizga. Chunki atrofga qarang, xiyonatdan jabrni erkaklar ko'rgani yo'q. Juda kamdan kam holat bu. Ayollar ko'ryapti. Va eng yomoni, eng og'riqli tomoni begunoh bolalar ko'ryapti. Mana, o'zini joniga qasd qilyapti, bolasini o'ldiryapti. Bu nosog'lom fikrning oqibati. Nosog'lom fikrdi va uni tushunchasida yo'q ekanligini. Faqat uni bu dunyoda borligi, hayotda mavjudligi faqat bir erkakka bog'liq ekanligi uni tushunchasida mavjudligiga eng og'riqli narsa.
Shuning uchun biz qiz farzandlarimizni bolaligidan insonning baxti va bu dunyoda borligi bir insonga bog'liq emasligini tushuntirishimiz kerak. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, bu hayotda oddiy haqiqati. Chunki mana biz qizimizni turmushga beryapmiz, balkim u turmush o'rtog'i xiyonat qilmas, lekin bu hayot balkim ertaroq vafot etar. Xo'p, u paytda bizning qizimiz qanday oyog'ida turib qoladi? Qanday o'zini hayotini davom ettirib ketadi? Biz mana shu narsalarga ham tayyorlashimiz kerak emasmi qiz farzandimizni? Biz qizimizni faqat idish yuvishga, ovqat qilishga, uy tozaligiga, shirin gapirishga, yaxshi muomala qilishga yo'q, birinchi o'rinda hayotiy zarbalarni yengishga o'rgatishimiz kerak. Bugungi davrda, bugungi axborot oqimi tez, sun'iy intellekt rivojlangan odamlar haligi nima deydi, axborot oqimidan muloqot maydoni kengayib ketgan jarayonda yashayapmiz-da. Bugun bittasini ertaga bittasi bilan gaplashadigan insonlar tiqilib yotibdi-da hozir. Ertaga biz masalan qizimizni bergan, turmushga uzatgan yigitimiz bugun qizimiz bilan ertasiga boshqasi bilan gaplashishi mumkin. Uni tanasi uni xohlab qolishi mumkin-da. Bu degani, buni tanasi boshqasini xohlab qoldi degani bizni qizimiz o'limga yuz tutsin degani emas-da. Bizni qizimiz hayotini barbod qilish kerak degani emas-da bu. Bizni qizimiz mana shu vaziyatda tik oyog'ida turib qolishi kerak degani. Bu shunchaki yo'lovchi ekanligi, bu hayotdagi bitta to'siq ekanligi, uni shunday turtib o'tib ketishi mumkinligini biz qizimizga kichkinaligidan tushuntirishimiz kerak. Chunki bu hayot masalan sizni yoki meni hayotim yoki boshqa bir insonning hayoti boshqa bir bandaga bog'liq emas. Va bizni tirikligimizni u belgilamaydi. Qanday tirikligimizni belgilamadimi, biz buni his qilishimiz kerak-da. Shuning uchun mana qizlarimiz hozir e'tibor bersangiz, mana 20 yoshdan 25-30 yoshgacha oraliqdagi ayollar aynan o'sha nima deydi, xiyonat qurboni bo'lyapti-da. Aslida u qurbon emas. Xiyonatni qilgan inson qurbon. Biz qizimizni shunga o'rgatishimiz kerak. Bu joyda sen qurbon emassan. Aslida uni tanasi istadi uni. Uni tanasi qurbon. Sen bu joyda jabrdiyda emassan. Sen bu joyda hursan. Sen bu joyda poksan. Aslida mana jabrdiyda. Chunki u ertaga vijdoni bilan o'zi qoladi. Sani vijdoning pok. Sani uyqung xotirjam. Sani ko'ngling toza. Buni tanasini kir qilgan vaziyat bilan sen ko'nglingni qoralama. Ko'nglingni kir qilma. U kir bo'ldi o'sha. Sen bu kirga o'zingni tenglama va bu darajada pastga tushib, qalbingni mog'or bostirib, kirlab, buni darajasiga tushma. Sen o'sha joyingda tur. Bu degani undan voz kechib ketdimi? Voz kechma. U orqaga qaytadi baribir. Sen uni vijdoni bilan yolg'iz qoldir. Chunki inson har bir harakatini bir kun, masalan, noto'g'ri xatti-harakatini noto'g'ri ekanligini bir kun anglab yetadi. O'sha vaziyatda anglab yetmasligi mumkin. Lekin inson ma'lum bir vaqtdan keyin, ma'lum bir yillardan keyindir balkim, baribir anglaydi. Chunki mana shu dunyoda anglaydi qilgan xatolarini. To'g'ri. U dunyoga borib anglab yetmaydi. Mana shu dunyoda mana shu xatolarim deb bir kun vijdoni bilan yolg'iz qolganda tan oladi uni. O'sha tan olishiga qo'yib berish kerak. Biz qizlarimizni yuqorida aytganimdek, fidoyilikka emas, shafqat nazari bilan qarashga o'rgatishimiz kerak. Masalan, uni turmush o'rtog'i xiyonat qildi. Aslida bu joyda kim shafqatga muhtoj? Tanasini harom qilgan inson shafqatga muhtoj. To'g'rimi? Bizning qizimiz emas. Bizning qizimiz unga shafqat ko'rsatadi. Lekin ularning ko'pchiligi bunaqa deb o'ylamaydi. Buni tushunmaydi. Buni yo'q, biz tushuntirishimiz kerak-da. Baribir 20 yosh, mana 21 yosh qizlar o'zini joniga qasd qilyapti-da. U hali yosh, u go'dak hali. U hali dunyoni to'liq anglagani yo'q, u dunyoni past-balandini bilmaydi. Chunki uni masalan yoshligidan kimdir tushuntirmagan. Bu joyda sen shafqat qil. Tarbiyada ham xato ketgan. Joningni fido qilma bunga. Shunchaki shafqat qil. Shunchaki shafqat qil. Alloh yo'lida shafqat ko'rsat. Buyuklik sanda qolsin. Biz farzandlarimizga buyuklik unda qolishini o'rgatishimiz kerak. To'g'ri. Lekin hozirgi qizlarimiz qilayotgan ishi, masalan, oxirgi kunda ikkita farzandi bilan o'zini joniga qasd qilgan qizimiz, bu qiz jazolamoqchi bo'ldi nazarimda.
yo'q, Eringa bir intilmasligi. jazolamoqchi bo'ldi shu qilgan ishi bilan. Ya'ni men shunaqa qilsam, haligi bir jazolanadi, dili og'riydi deydi, lekin o'ziga qo'shib ikkita bolasini ham bu hayotdan mahrum qilib ketdi. Bu eng yomon narsa, bu jaholat deganida. Shuning uchun ham Ilmsizlik, yuqorida aytdim, jaholat. shafqatni o'rgatishimiz kerak. Ruhim o'zimda. Demak, mavjudman. Tubanlikka, jarlikka tushgan men emasman. Bosib o'tgan bo'lsa, ishonchimni bosib o'tdi. Qolgan 99%im turibdi-ku. Bu tomonda men tik turibman-ku. Aslida yiqilgan u degan tushunchani paydo qiladigan darajada ma'naviyatini yuksaltirishimiz kerak-da biz qiz farzandlarimizni. Shunda ular hayotdagi har qanday to'siqni yengib o'tishga, har qanday xiyonat, har qanday zarbani yengib o'tishga tayyor bo'ladi. Chunki aslida har qanaqangi vaziyatga qaysi tomondan, qaysi rakursdan baho berishga bog'liq uni yechimi. Agar siz uni ichidan turib, xiyonatni ichidan turib baho beraman desangiz, siz g'oyib bo'lasiz, siz qaybetasiz, yo'q bo'lasiz. Baho bera olmaysiz. Yaqinidan turib ham baho bera olmaysiz uni. Chunki uni ta'siri bo'ladi. Har doim vaziyatga, muammoga, umuman xiyonatmi, siz unga tepadan qarab, uzoqdan qarab turib yechim bering. Biz qizlarimizni shunga o'rgatishimiz kerak. Mana siz agar tepadan qarab turib vaziyatga baho beradigan bo'lsangiz, 99% o'zingizda qolganini, 1% ishonchingizni ezib o'tilganini. Aslida u jarlikda ekanligini, siz tepada ekanligingizni bilasiz. Jarlikka siz tushmaganligingizni tepadan qaraganingizda his qilasiz. Siz pastga tushmang. Qizlarimizga shu pastga tushmasdan tepadan qarashni o'rgatishimiz kerak. Pastga tushdingizmi, siz ham jarlikdasiz. Siz u jarlikdan chiqa olmaysiz. Chunki xiyonat qilgan odam xiyonat qilgan odamini yetaklab olib chiqib ketishi mumkin, lekin siz u jarlikda qolib ketasiz. Chunki u olib tushmadi bu jarlikka siz tushdingiz. To'g'rimi? Qiz farzandga shuni o'rgatishimiz kerak. Sen bu jarlikka tushma. Sen pastga tushma. Sen tepadan qara, shafqat qil, sabr qil. Seni shunchaki ishonching oyoq osti bo'ldi xolos. Sen tiriksan. Sen mavjudsan va ishonchingni qayta tiklab olasan. Bunga bardoshing yetadi. Biz qizlarimizni matonatli, irodali qilishimiz, tarbiyalashimiz kerak-da. Masalan, agar u farzand ko'rmagan bo'lsa, mayli, voz kechishi mumkin. Farzandi bormi? Irodali bo'lishga majburda va muammoga yuqoridan qarab yechim berish kerak. Ayollarimiz, qizlarimiz dono bo'lishi shart. Chunki biz kelajak avlodni tarbiyalayapmiz. Bizning farzandlarimiz naslimizni davomchisimi? Biz qanaqa bo'lsak, biz kuchli bo'lsak, ayollar kuchli bo'lsak, farzandlarimiz, naslimiz kuchli bo'ladi. Onadan kuch oladi. Onadan kuch oladi. Shuning uchun biz qizlarimizga ko'proq urg'u qaratishimiz kerak. Qizlarimizni ma'naviyatini yuksaltirishimiz kerak-da. Arzimagan muammolarga jonidan ketishga, qanaqadir o'zidan voz kechib borishga bu juda ham yengil narsa-da. Bu eng avvalo ma'naviyat pastligidan keladi. Yana shu o'rinda shuni aytish kerakki, masalan, sevib qolgan yosh qizlarimiz, endi o'sha 18-20 yosh, 25 yosh, 30 yosh bo'lsin ham, qaysi yoshda ham inson sevib turmush quradi. Boshida o'ylashadi, masalan, sevaman-ku, meni sevadi-ku deydi, hamma narsani qiladi, lekin bitta oilani saqlab qolish uchun, oilani bir oldinga qarab yurib ketish uchun sevgini o'zi yetarli emasligini ham tushuntirishimiz kerak. Albatta. Sevadi, sevgani uchun ham o'sha insonni injiqliklarini ko'taradi, ko'nadi. Masalan, birga yashagandan keyin bilishni boshlaymiz, baribir har qancha sevgimiz kuchli bo'lgan taqdirda ham, har qancha taniymiz bir-birimizni degan taqdirimizda ham birga yashashni boshlagandan keyin haqiqiy xarakterini, haqiqiy yuzini ko'rishni boshlaymiz. O'sha paytda ham, ya'ni sevgimizni saqlab qola olsak, ya'ni siz aytgandek, ilohiy ishqa qarab qadam bosib ketamiz. O'shalik oldin sevgi bo'ladi, keyin muhabbatga aylanadi, keyin ishqqa o'tadi. Ishqqa o'tgandan keyin u yog'i xuddiki bir jannat yashagandek er-xotin oilaviy bir muhitda yashaydi deydi-yu. O'sha davrlardan o'tib olgungacha bo'lgan paytda siz aytgandek o'zini fido qilib yormasligi yoki bu meni sevardi-ku, menga nimaga bunaqa xiyonat qildi deb o'zini butunlay yo'qotib yormasligi kerak-da. Tushunish kerak. Sevgi umrbod emasligini, sevgi o'zgaruvchan tuyg'u ekanligini,
o'tib ketadigan tuyg'u ekanligini yoshlarimizga tushuntirish kerak. O'sha. Bu shunchaki Shafqat ko'rsatishiga bir sabab bo'ladigan bir nima bo'lishi. organizmimiz tagi ekanligini, bu gormonlarni xohishi ekanligini biz farzandlarimizga tushuntirishimiz kerak edi. Haqiqatda bu gormonlarni, bu tanani xohishi, ruhni emas. Ruh kerak bo'lsa отказ beradi. Vaqti kelganda signal beradi ruh. Bu shunchaki bizning gormonimizni, bizni ongimizni, miyamizni o'zlashtirish hissi xolos. Bu vaqtincha, bu o'tib ketadi. Boqiy emas. Boqiy bo'lmagan narsaga jon fido qilmaslik kerak. Mana yana bir narsa, oilalar qurilishida sevgilar, umuman sevgili bo'lish, bir-birini sevishda maskasiz seving, sevsangiz. Siz qanday bo'lsangiz, sizni boringizcha sevsin. Maska taqmang. Maska taqdingizmi, siz umrbod o'sha maskada yurishingiz kerak. Chunki siz emas, u maskani yaxshi ko'rdi u. Maskaga mahliyo bo'ldi. Uni ongi o'sha maskani xohlayapti. Siz maskada uni sevdirdingizmi, bir umr maskada yurishga majbursiz. Lekin bir umr maskada yura olmaydi inson. Baribir u maska yechiladi bir kun. Maska bilan yaqinlashdingizmi, bu sevgi emas, u sizni sevmadi, u maskani sevdi. Shuning uchun bu oxirigacha davom etmaydi bu narsa. Bu baribir tanazzulga uchraydi-da. Chunki tan olish kerak, uni boricha qabul qilmagan u narsa. Masalan, xotinimni deb aytadi ko'pchilik. Boshida boshqacha edi, uylanmasimdan oldin boshqacha edi, hozir boshqacha. Chunki unda maska bor edi. Maska, niqob bor edi yuzida. O'zini boshqacha ko'rsatgan. Odam o'zini mana biz bolaligidan farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak-da. Maskasiz tuyg'ularni, rishtalarni bog'lash kerakligini. Masalan, qizlarimiz uchrashuvga chiqqanda, "Yo'q, men ovqat yemayman, yo'q, men unda yemayman." Bu qayerdan paydo bo'ladi, bilasizmi? Siz qizingizni, farzandingizni yoshligida mehmonga olib borganingizda aytasiz, borib, "Ha, u narsa, bu narsa yeyman" demagin. Mana pishdi. U joyda maska bilan o'tiribdi qizingiz. Mehmonnikiga borganda maskada o'tiribdi. Onam aytgan, "Men shuni shokoladni yegim kelyapti, lekin yemasligim kerak." Biz chegara beryapmiz. To'g'ri, biz buni tarbiya deb aytamiz. Lekin u hayoti davomiga ta'sir qiladi. U mana shu maskada odamlarga yoqishga harakat qiladi. Shu maskam bo'lmasa, meni odamlar yaxshi ko'rmaydi degan ong ostida signal bo'ladi har doim. Va u birinchi tanishgan odami bilan birinchi marta ko'rayotgan yoki kam ko'radigan odamini ko'rganda ana shu maskani taqadi. Miya o'zi shuni taqib qo'yadi o'sha maskani. O'sha formaga tushib qoladi-da. U borini ko'rsatmaydi. Erkin o'sgan, xohlaganini qilib, masalan, bolaligida erkalanib o'sgan qizlar o'zini boricha ko'rsatadi. Boricha, "Men borman, shuman" deydi. "Meni hozir qornim ochdi" deydi. "Men xot-dog yegim kelyapti, hozir yeyman" deydi. "Hozir meni suhbatlashkim kelmayapti, meni ovqatlangim kelyapti" deydi. Haligi mehmonga olib borganda "Yemagin" degan qiz nima deydi? Qorni och bo'lib, ichagi birillab yotgan bo'lsa ham, "Yo'q, meni qornim to'q, ovqatlanib keldim" deydi. Mana maska, mana yolg'on. Rishtalar yolg'ondan boshlandi. Ha, u bir umr bu maskani taqolmaydi-ku. Shuning uchun ham biz qizlarimizni erkin o'stirishimiz kerak. Shuning uchun ham qizlarimizni, qiz farzandlarimizni o'zidan faxrlanishga, kerak bo'lsa o'zidan maqtanishga o'rgatishimiz kerak. Sen yagonasan. Har bir inson yagona. Ayniqsa biz qiz farzandlarimiz bunga ishontirishimiz kerak. Sen borincha yaxshisan, borincha go'zalsan, borincha idealsan. Qiz bolada o'ziga ishonch yuqori bo'ldimi, u maska taqmaydi. Chunki meni borim shu deydi. Chunki u o'zini yaxshi ko'radi. Maska taqyaptimi? O'zidan gumoni bor. O'zini kamchiliklarini biladi. Mening aytdim bunaqaroqda, shuning uchun men bunday turishim kerak deydi. Ko'ryapsizmi? Erkin qiz bilan maskalangan qizni vaqtida ta'sir bo'ladi. O'zini sevishni bilmaydi, hech qanaqa gumoni yoki hech qanaqa bir kamchiligi bo'lmasa ham, hali siz aytgandek, men hozir shunaqa qilmasam, men yoqmay qolaman deb o'ylaydi. Qo'yishadi, menga qarashmay qo'yishadi deb o'ylaydi. Endi xo'p, ba'zi bir qizlarimiz maskada ham chiqishadi. Juda ko'p ko'rganmiz. 90% dan ortiq maskada. Lekin masalan, o'zini boricha ko'rsatadigan qizlarimiz ham oz emas. To'g'ri. Lekin u qizlar hali aytib o'tganimdek, turmush o'rtog'ining xudbinligi
tufayli o'zini yo'qotib qo'yadi u qizlar. Balki hayot turmush saqlab qolish uchun u qizlar nima qilishi kerak? Masalan, o'zligidan oson voz kechmaydi, lekin haligi shunaqa qilmasam tinch bo'lar ekanman, oilam tinch bo'lar ekan degan tushunchaga kelib qoladi-ku. Mana munosabatlarda maskasi yo'q qiz. Men borim shu deydigan qiz albatta maskali yigitga uchraydi. Bu nima deydi? Chunki unda yo'q-da u narsa. U qizda u maska yo'q. U qizda u maska yo'q. Maskaliga talpinadi. Aslida tana отказ beradi uni. Tana o'zi qichqiradi. Yo'q, bu kerak emas deydi. Chunki u yuragiga o'ynoq soladi. U men sevyapman buni, yaxshi ko'ryapman deb o'ylaydi-ku. Yuragi tez urib, yuragi hovliqib, ayrim qizlarda hojatga borgisi keladi o'sha ovozni eshitganda, odamni ko'rganda. Tana отказ berayotgani bu. Qarshingdagi maskali deyap turgani. Chunki buni tana his qiladi-da. Erkin qizlari maskali yigitlar qiziqda unga. Chunki u juda erkin. U hamma narsani xohlagancha qiladi. Tartibli odamga shunday qaraydi. Menda unaqa tartib yo'q deydi. Bu juda ham uning uchun qiziq bu narsa. Tushuntira oldimmi? Qiziqish paydo bo'ladi. Ongda qiziqish paydo bo'ladi unga. Chunki unda yo'q narsa bunda bor. Ongda qiziqish paydo bo'ldimi, tana aytadi, maskasi bor deydi. Uni nima deb tushunamiz? Biz sevib qoldim deb tushunamiz. Men uni o'ylasam, yuragim hovliqib ketyapti. Men uni o'ylasam, g'alati bo'lib ketyapman. Sekin-sekin o'zini tartibga solishni ham boshlaydi. Unga moslashni boshlaydi. Aslida bu tanani signali, undan qoch degani. Biz bolalarimizga ham shuni ham tushuntirishimiz kerak. U senda yo'q narsa unda borligi uchun talpinyapsan. Sani garmoning undagi nimani garmonga talpinyapti. Chunki sanda bori unda yo'q, unda bori sanda yo'q. Bu shunchaki tanalar o'rtasidagi deb tushuntirishimiz kerak. Almashuvi bo'ladimi bu yerda? Bu rishta bo'lmaydi. Bu rishta bo'lmaydi. Bu garmon. Lekin bizda baribir shu narsa borda, tabiiy holatda qaraladi. Ikkita bir xil odam birga yashab ketolmaydi deyishadi. To'g'ri. Ya'ni ikkita qaysar, o'jar odam birga yashab ketolmaydi. Bir-biriga konfliktlar ko'p bo'ladi deydi. Shuning uchun bittasi sho'xroq bo'lsa, bittasi bosiq bo'lishi kerak degan ishonch bor. Ataylab ham shunaqa insonlarda, masalan, yoshi kattalar bilan bo'ladigan nikohlarda ham uchrashtirishadi. Bir-biriga aynan o'xshaydigan xotinlar bo'lmaydi. Hamisha ular bir-birini to'ldiradi. Bu degani maskali bilan maskasiz degani emas. Maskada turgan yigit maskasiz qiz bilan gaplashganda, agar haqiqatdan ham bir-biriga mos keladigan bo'lsa, qiz buni yoqtirmaydi birinchi. Shuni biling. Yoqtirmaydi. Boshida yoqmaydi. Boshida yoqmaydi bu. Keyin yoqtirib qolishi mumkin. Keyin tana keyin qabul qilishni boshlaydi. Bir deganda yoqtirdimi, bu maska qalin va bu qizga mos emas bu. U maska bilan harakat qilayotgan yigit yoki qiz o'zini maskadaligini biladimi? Tushunadimi? Shu narsani his qiladimi? Hech yo'q yoki bir ongsiz ravishda. Chunki u bolaligidan o'rganib qolgan maskaga. Chunki uni hayot tartibi, oiladagi tarbiya maskaga moslashtirgan. U asl yuzini turmush qurgandan keyin ko'rsatadi. Mana nima uchun juda ko'p haligi ajrim yoqasidagi er-xotinlarni bilan anaqa qilsangiz, u oldin boshqacha edi deydi. To'ydan oldin boshqacha edi deydi. Keyin boshqacha. Chunki uni yuzida maska bo'lgan. Bir umr u maska bilan yasha olmaydi. Maska yechiladigan joy qayer? Uy. Er-xotin oilada uyda bo'ladi. U joyda maska yechilgandan keyin u haligi maskalini yaxshi ko'rgan bu qiz. U maskani yaxshi ko'rgan. U yechilgandan keyin yaxshi ko'rmaydi. Bu yigit yaxshi ko'rishi mumkin, chunki buni maskasiz ko'rgan. Endi bu qiz uni kamchiligini qidirishni boshlaydi. Bu boshqacha edi-ku deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Juda ko'p oilalar mana shunaqa quriladi. Keyin nima bo'ladi? Orada farzand bo'lib qoladi-da. Homilador bo'lib qoladi. Va u o'sha xayolidagi maskali erkakni qidirib yuraveradi. O'shani orzu qilaveradi. Ko'ryapsizmi? Kelishmovchiliklar, rishtalarning mustahkam bo'lmasligi qayerdan kelib chiqadi? Mayli, biz farzandlarimizga qaysidir joylarda maska kiyishni o'rgatarmiz. Masalan, jamoat joyida qanaqa turish, maskani kiyadigan joylar bor. Lekin oila qurishda, rishta bog'lashda maskasiz qurish kerak. Masalan,
ish yuzasidan gaplashadigan insoningiz, siz hamisha u bilan maskada gaplashasiz. Siz masofani saqlaysiz, ish yuzasidan gaplashasiz. To'g'rimi? Ilmiy nuqtai nazardan gaplashadigan insoningiz, siz faqat ilmiy nuqtai nazardan gaplashasiz, ilm maskasi bilan gaplashasiz. Lekin siz birga yashaydigan inson. Ochiq bo'lish kerak. Ochiq bo'lish kerak. Shuning uchun rishtalarda, turmush qurishga qarab ketib turgan rishtalarda maskani yechish kerak. Mani borim shu. Qabul qila olasanmi borimcha? Sani asl yuzing qani? Men asl yuzingni ko'rishni xohlayman. Asl yuzingcha, asl boringcha qabul qilishni xohlayman. Asl yuzini qabul qildimi? Bulardachi haligi bir qarashdagi sevgi sekin-sekin ilohiylashib ketadi. Chunki uni borini biladi-da. U maskani qidirmaydi. Umrbod maskani qidirib o'tmaydi. Farzandli bo'lib qolgandan keyin bir umr o'sha bilan yashashga majbur bo'ladi-ku. Maska qidirishni boshlaydi-da va xuddi o'sha maskali ayollarni qidiradi. Bu tabiiy, chunki u o'sha maskani yaxshi ko'rgan. Uni ongini tebratgan o'sha maska. U yana o'sha yoqimli tebranishni xohlaydi. Ongida o'sha yoqimli tebranish bo'lishini xohlaydi-da, shunaqa maskalar qidiradi. Va xiyonat mana shu joydan kelib chiqadi. Mana farzandlarimizga xiyonatni kelib chiqish sabablarini ham, qayerda to'siq bo'lishi, qayerdan do'stidan xiyonat kelishi, qayerda dugonasidan xiyonat kelishi mumkinligini, qayerda turmush o'rtog'idan xiyonat kelishi mumkinligi va uni faktorlarini farzandlarimizga yotig'i bilan tushuntirishimiz kerak. Shundagina xiyonatni deb joniga qasd qilmaydi. Xiyonatni deb o'zidan voz kechmaydi. Xiyonatni deb karyerasidan, hayotidan, boridan, o'zligidan voz kechmaydi. Qizim, aytaylik, uchrashuvga chiqib ketyapsan. Maska bilan chiqding. Sani haligi xayolidagi, o'zingni xayolingdagi qiyofada ko'rinding. U shuni yaxshi ko'rdi. Sen xiyonatga tayyor tur. Chunki sen baribir maska bilan yasha olmaysan. Maska yechildimi? Maska qidiriladi. Bu real qaraydigan narsa-da. Shuning uchun rishtalarda hushyor bo'lish kerak. Rishtalarda oila rishtasi qurilyaptimi, er-xotinlik rishtasi qurilyaptimi? Mana shu rishtada hushyor bo'lish kerak. Do'stlik, dugonalik, hamkasblik bu maskali rishtalar. Bunda maska bilan davom etish mumkin. Chunki siz ishxonada yoki jamoat joyida, uyda yurgandek bemalol yurmaysiz. Hamma narsani o'z qolipi bor-da. Lekin uyda siz boringizcha ko'rinyapsizmi? Boricha qabul qiladigan odam bilan yashashingiz kerak. Uni ham siz boricha qabul qilishingiz kerak. Boricha qabul qila olmadingizmi? U bilan rishta bog'lamang. Siz boricha qabul qiladigan inson uchraydi. Qabul qila olmayapsiz, uni minuslarini ko'ryapsiz. To'xting ashitdi. To'xtating. Masalan, qizimiz shu yil turmushga chiqish kerak. Qizimiz 25 ga kirib qoldi, turmushga chiqish kerak. Qizimiz 30 ga kirib qoldi, turmushga chiqish kerak. Yo'q, u turmush 1 yilga boradi, 2 yilga boradi. Undan keyin u qiz nima qiladi? U boricha qabul qiladigan inson uchraydi. Ana o'shanda turmush quradi, ana o'shanda umrbod ketadi, u baxtli bo'ladi. Maqsadimiz farzandlarimizning qalbida baxt bo'lishi, baxtli yashashimi qo'yib berishimiz kerak-da. Masalan, ko'p ayollar, masalan, yosh qizlarini onalar ko'pincha yasantirib, bir narsa qilib, salonga olib borib, kimlargadir chiroyli ko'rsatib, erga bermoqchi bo'ladi. Hayotimiz atrofimizda kuzatib turgan narsamiz. Tabiiy. Salonga olib boradi, qizini qoshini chizdiradi, bir narsa qildiradi, sochlarini bir narsa qildiradi-da, qiziga sponi yoqtiradi, odobni yoqtiradi-da, borib qaysidir qaynanaga ko'rsatadi-da, u o'g'liga kelin qilib olib berishni istaydi. U qaynana bu maskani yaxshi ko'rdi, u kuyov bu maskani yaxshi ko'rdi. Uni asli yuzini emas. Lekin qandaydir masalan bir yurakda jiz etish kerak degan narsa bo'ladi. Tashqi ko'rinish yuragini jiz etkizishi mumkin. Masalan, ko'rish, hidni bilish, ongni tebratishi mumkin. Yoqimli signal beradi onga. Uni sevgi deb o'ylaydi. Tasavvur qilyapsizmi? U sevgi deb o'ylaydi. Masalan,
bir qizni salonga olib bordingizda mutlaqo o'zgartirdingiz. Haligi juda ham zo'r duxiylarni sepib qo'ydingiz va bir yigit bilan ko'rishtirdingiz. Ko'rdi, ko'zi signal berdi, hidladi, miyaga signal berdi, eshitdi, ovoz yoqimli, quloqdan signal berdi. U yoqimli his paydo bo'ldi ongda. Sevdim, yoqdi deb o'yladi. Bu tabiiy, bu ongda bo'ladigan o'zgarishda. U vaqtincha. Endi tasavvur qiling. Xuddi shu inson bilan 3 oy, 6 oy, 9 oy uchrashib yursin-da, 3 oyda bir o'zgarish bo'ladi. 6 oyda yana bir o'zgarish bo'ladi. 9 oyda voz kechiladi. Lekin biz nima qilamiz uni? Bitta ko'rsatamizda bir umrga mahkum qilamiz ikkalasini. Ko'ryapsizmi, nima uchun oilalar buzilishi, farzandlar yetim bo'lishi qayerdan kelib chiqadi? U bilmaydi hali u gormon miyadagi yoqimli tebranish, yoqimli his qilganni, sevdim deb o'ylagan yosh yigitni, yosh qizni biz bir umrga mahkumsan deymiz. Muddat kerak. Gaplashib qayta ko'rish kerak. Uni asl yuzini sevguniga qadar. Uni boricha qabul qilganiga qadar. Qani uni boricha bez makiyajsiz, masalan, atir sepmagan holatda ham tebranish bormi? Ongda tebranish, yoqimli tebranish bormi? U davom etadigan tuyg'u. Biz o'g'limizga ham umr yo'ldosh tanlashda, qizimizga ham shuni o'rgatishimiz kerak. Shundagina bizning qizimiz, o'g'limiz kelajakda baxtli bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimiz, umuman qizlarimiz kelajakda baxtli bo'lishini istasak, qizimizga aynan o'sha oila rishtasi qurilayotgan paytda maskasiz munosabatlarga kirishishni o'rgatishimiz kerak. Sani turmush o'rtog'ing sani borincha qabul qilsin. Bu manman, bu shuman. Men o'zgara olmayman, chunki men shunday tug'ilganman. O'zgarishim mumkin, lekin qadriyatlarimni yo'qotmagan holda. Chunki inson asliyatini yo'qota olmaydi. Bu mumkin emas. Shuning uchun men borim shuman. Shu holimcha qabul qilsangiz, keyin sizga turmushga chiqaman yoki siz mana shu holingizcha men qabul qilaman. Maskalimi, maskasicha qabul qilyapman. Agar hozir siz maska taqib olgan bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi qilib ko'rsatayotgan bo'lsangiz, bir umr shunday yurishga majbursiz. Chunki shu maskadagi inson menga ma'qul. Agar shu maskada bir umr yura olaman desangiz, mayli sizga turmushga chiqaman. Agar borim shu deb aslingizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, balkim aslingiz menga yoqmasligi mumkin. Agar yoqmaydigan bo'lsa, yaxshisi bu rishtani bog'lamagan ma'qul. Ota-onalarning maqsadi, masalan, qizi voyaga yetgandan keyin uni tezroq turmushga chiqarish bo'lmasligi kerak-da. Qizini baxtli bo'lishini istash kerak. Qiz qachon baxtli bo'ladi? Qachon u boricha qabul qilinganda, boricha aziz bo'lganda, boricha qadrli bo'lganda. Masalan, o'shancha bir qiynalib bir farzandni dunyoga keltirib, uni voyaga yetkazdirib, bir insonni qo'liga beryapsiz, turmushga chiqaryapsiz. Sizchalik qadrlashini istasangiz, siz farzandingiz borni bilasiz, u ham bilsin. U ham boricha qabul qilsin. Ana shunda u sizni oilangizda qanaqa aziz bo'lsa farzandingiz, o'sha qo'lda aziz bo'ladi. Siz uni bo'yab, boshqacha qilib ko'rsatmang unga. Bir umr uni bo'yab yura olmaysiz. Bir umr maska taqib yura olmaysiz. O'zini qadrlashni o'rgatish. O'zini qadrlashni o'rgatish kerak. Oilaviy qadriyatlar ham bir-biriga mos bo'lishi kerak. Albatta, bekorga xalqimiz teng-tengi bilan, tezak qopi bilan deb aytmaydi. Chunki insonni oilaviy qadriyatlari baribir boshqaradi. Chunki u ongiga singib ketgan. Tasavvur qiling, boshqa oila, umuman mutlaqo boshqacha oilada voyaga yetgan qiz boshqa oilaga tushdi. Farq bo'ladi. Chunki uni qadriyati, masalan, 18 yoshga kirgungacha bo'lgan 18 yillik qadriyati bor uni. U birdaniga o'zini qadriyatidan voz kechmaydi. Qadriyat nafaqat ongda, tanaga singigan bo'ladi. Tana avtomatik harakat qiladi o'sha qadriyatga mos. Masalan, qaysidir oilada katta odam kelganda o'rnidan turish qadriyat bo'lsa, tana o'shanga moslashgan bo'ladi. Qaysidir oilada katta odam kelganda ham indamay o'tirish qadriyat bo'ladigan bo'lsa, siz uni majburlab turgizib qo'ya olmaysiz. Chunki 18 yoshga kirgan bo'lsa,
o'sha qadriyatda yashadi u tana, u inson. Birdaniga o'zgarib qolmaydi. Shuning uchun ham qadriyatlari bir-biriga yaqin, oilalar bir-biriga mos, ijtimoiy kelib chiqish ham bir-biriga mos bo'lsa, bir-birini tushunish, bir-biriga moslashish, bir relsda ketish oson bo'ladi. Shuning uchun haligi bizda ko'pincha qiz farzandimni boy oilaga bersam bo'ldi, baxtli bo'ladi deb aytadi juda ko'p ota-onalar. Yo'q. Oddiy oilada ham baxtli bo'lishi mumkin. U o'ziga o'xshagan oilada ko'proq baxtli bo'ladi. Chunki u qadriyatini qayta yaratmaydi boy oilaga borib turib. Boy oilaga bordimi, qadriyatini qaytadan yaratish kerak. 18 yil, 20 yillik qadriyatidan voz kechib, tanasini yu ruhidan voz kechtirib, unga vaqt ketadi. Energiya sarflaydi. U qaysi biriga energiya sarflasin? Moslashishgami, hayotda davom etishgami, ona bo'lishgami, kelin bo'lishgami, ayol bo'lishgami? Biz undan keragidan ortiqcha narsa talab qilib boramiz. U baxtli bo'lish uchun keldimi, o'zini ijtimoiy mavqeidagi insonga turmushga chiqadigan bo'lsa, u juda oson moslashib ketadi. Chunki u ortiqcha energiya sarflamaydi. Energiya sarflamaydi-da. U ayol, kelin, ona bo'lib ketaveradi. U bu qadriyatdan u qadriyatga o'tish an'anasini butun boshli tanasi, ruhi bilan kurashib, moslashishga kuch sarflamaydi. Tushuntira olyaptimi? Chunki bitta 18 yoshli qiz uchun bu og'irlik qiladi. Uni nafaqat ongiga, uni ma'naviyatiga ham, uni jismiga ham og'irlik qiladi bu narsa. Shuning uchun tengiga bergan ma'qulroq. Eng muhimi tushunadiganga. Tushunadiganga. Shuni aytmoqchi edim, ya'ni qabul qila oladigan. Masalan, siz qizingizni boricha qabul qilyaptimi? Masalan, mayli, siz oilangiz o'rta holdir. Bo'lajak kuyov sal badavlatroqdir. Mana shu kuyovni oilasi sizni farzandingizni boricha qabul qilyaptimi? Bo'ldi, bering. O'zlari moslashtirib oladi. Qabul qilmayaptimi boricha? Sizni kamsityaptimi? Qizingiz hatto baxtli bo'lmaydi. Qizingiz bir umr kamsitiladi. Agar mana shunaqa intellekti yuqori, ma'naviyati yuksak, lekin oddiy oilada o'sgan qizlar boy oilaga turmushga chiqish vaziyatlari ham ko'p bo'ladi. Ishoning, ma'naviyatini hisobiga bu yetishib ketadi. Ma'naviyatini hisobiga. Asosiy muhim o'rin egallagan bu ma'naviy boylik. Albatta, ma'naviy boylik yuqori bo'lsa, insonni baxtli bo'lish foizi desak, agar yuqori bo'ladi. Lekin ma'naviyat tushunchasi oz bo'lsa, ya'ni hayotga bo'lgan qarashi tushunchalari sodda bo'lsa, bu qadar ya'ni bilimsiz inson bo'ladigan bo'lsa, u boylik ham u insonga yordam bermaydi. Yo'q. Mana siz farzand oiladasiz, qoshiq qaysi qo'lda ushlanadi, vilka qaysi, pichoq qaysi qo'lda ushlanadi? Qizingizga o'rgatmadingizmi? Qizingizda u qadriyat yo'qmi? Qizingiz uni bilmayaptimi? Siz aynan mana shunaqa oilaga qizingizni mahkum qilmang. Qilmang, uni qiynamang. Bilasizmi, qanaqa shokka tushadi bunaqa vaziyatda? Kelinlarda qaysi qo'lda vilka ushlashdi, qaysi qo'lda pichoq ushlashdi bilmaydigan borda qizlar. Masalan, restoranga kirganda qanday o'tirish mumkinligi, mehmondorchilikka borganda qanday o'tirishi, qaysi tomon, o'ng tomonda nima turadi, chap tomonda nima turadi. Sizda oilaviy qadriyatingizda yo'qmi? Oilaviy qadriyatida shunaqa narsa bor. Oilaga siz qizingizni tashab qo'ymang. Uni azobga tashlamang. Chunki uni qadriyatida u yo'q. Bu adaptatsiya juda qiyin kechadi. Ruhiy jihatdan qiyin kechadi. Ruhiy travma beradi. Nima uchun? O'ziga bo'lgan ishonchi pasayadi. Bular mendan ustun, men pastman degan narsa bo'ladi. U baxtli bo'la olmaydi. Har doim o'sha yuqori qavatga intilish bilan o'tib ketadi uni umri. Shuning uchun bori. Sizni qadriyatingiz bu sizni baxtingiz. Xuddi shunaqa qadriyatli oilada qizingiz mana shunaqa bo'lib baxtli bo'lib yashaydi. Nima keragi bor? Qizingizga baxti kerakmi? Siz shunga tayyorlang. Masalan, yosh qizlarda shunaqa vaziyat kuzatiladi-da, masalan, qanaqa nima kimni orzu qilasan? Men boy oilaga kelin bo'lishni xohlayman. O'zi choqqa o'zini tashab beryapti. Hozir bir narsa esimga tushib ketdi. Dunyo bo'yicha statistika o'tkazilgan ekan, savolnoma o'tkazilgan ekan. Faqat 5% qiz to'g'ri javob bergan ekan. 95% ayol qiz boyga tegaman, ishbilarmonga tegaman, biznesmenga tegaman, faqat 5% qiz
turmush qurmagan bo'ydoqqa tegaman degan. Bugun o'sha statistika yana qaytalanyapti. O'sha endi hozir yana bir qator o'tkazilsa qanaqa bo'ladi bu narsa bilmadim. Bu savol nima o'tkazilganiga adashmasam bir 5-7 yil bo'lib qoldi. Agar adashmasam, Coviddan oldin bo'lgan narsa edi. Amerikada bir o'sha qaysidir universitetda olimlar tarafidan o'tkazilgan ekandi. Ham kulgili, ham achinarli holat deb ochiqlangandi gazetalarda. Faqatgina 5% qiz turmushga chiqayotgan insonni oila qurganmi, oldin qurmaganmi, shunga qiziqar ekan xolos. Qolganlar faqat moddiy jihatdan. Shunday, mana bugun o'zimizda o'tkazilgan statistik so'rovda ham afsuski, ming afsus, mana shu voyaga yetib kelayotgan qizlarimiz o'rtasida o'tkazilgan so'rovda 90% ga yaqin qizlarimiz ikkinchi xotin bo'lishni xohlayman degan javobni bergan. Bu tanazzul. Bu tanazzul. Bu qizlarimizni ma'naviyati qaysi tomonga qarab ketayotib turganini, oilada biz tarbiyada qayerdadir juda katta xato qilganimizni signali bu. Demak, bizning qizlarimiz o'zini oyog'ida tik turmoqchi emas. Bizning qizlarimiz boqimanda bo'lmoqchi. Bizning qizlarimiz faqat kayfu safo bilan yashamoqchi. Bizning qizlarimiz, demak, endi hamma qizlarimiz emas, o'sha statistik so'roqda javob bergan qizlarimiz hayotga juda ham yengil qarayapti. Bu hayotga baxtli bo'lish uchun emas, moddiyat uchun kelganman deb o'ylayapti. Bu juda ham, men mana shu statistikani o'qiganimda ishonasizmi, yig'lab edim. Yig'lab edim. Nahotki 17-18 yoshli qizlar o'zini shunga ravo ko'ryapti. Hali bir gul ochilmagan qizlar. Nahotki bu qadar nimasi bilan bu ustun? Bu darajada bizning ma'naviyatimiz shu joyga yetib qoldikmi? Biz qizlarimizga shu darajada tarbiya beryapmizmi? Demak, bizning atrofimizdagi hayot shunga olib kelyapti-da, chunki ular hali go'dak. U atrofga qarab baho beradi, atrofga qarab xulosa chiqaradi. Tasavvur qilyapsizmi? Tushib ketyapti demak. Yo'q, gap oilada emas. Bizning qizlarimizni o'ziga bo'lgan ishonchi pasayib ketyapti. O'ziga bo'lgan ishonchi. Deb hisoblamayapti-da, shuning uchun ular ikkinchi xotin bo'lsa. Yo'q, gap u yerda ikkinchi xotin bo'lish yoki oilada emas. Hatto o'zi ishlamasdan tayyor, tekin hamma narsa bor. Ikkinchi xotin pulni erkak beradi-da, faqat u yashab bersa bo'ldi. Bu hayot emas, bu baxt emas. Buni bilmayapti. Masalan, aniq maqsad qo'ygan qizlarimiz ko'p emas-da. Masalan, tibbiyot sohasida ketaman. Aytaylik, mana bu kasallikka shifo topishga harakat qilaman. Aytaylik, farmatsevtikada ketaman. Bu kasallikka dori topishda ketaman. Mana bu yo'nalishda ketaman. Mana bu ixtironi qilaman. Pedagogika yo'nalishida ketaman. Ta'limni bu tomonga o'zgartiraman. Jurnalistika yo'nalishida ketaman. Mana bunday haqiqatlarni ochaman. Ma'naviyat yo'nalishida ketaman. Orqamdan bu odamlarni ergashtiraman degan qarashli qizlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Men ikkinchi xotin bo'lib erga tegaman. Men faqat yashayman, chet elga sayohatga boraman, aylanib yuraman. Bu dunyoga kelib qilinadigan ish emas. Siz masalan biz qiz farzandlarimizga bu dunyoga keldingmi? Mana yashayapsan, seni birinchi o'rinda qiladigan ishing bu eng avvalo o'zingni asrash. Undan keyingisi sog'lom nasl qoldirish. Undan keyingisi jamiyatga, oilaga, atrofga qo'lingdan kelsa naf keltirish. Majbur emassan, lekin qo'lingdan kelsa sen shunga harakat qil. Hech bo'lmasa o'z uchun foydali nimadir. Albatta, mana qizimizni turmushga chiqarmasdan oldin mayli u oliy ma'lumotli bo'lmasin, lekin uni darajada biladigan hunar bo'lish kerak. Ustasi bo'lish kerak bitta hunarda. Chunki bu hayot o'nqir-cho'nqirlardan iborat. Hamisha bir tekis ketmaydi. Hamisha o'sha ikkinchi xotin qilib olib hamma narsasini to'ldirib bergan odam bir umrni yonida bo'lmaydi. Bir kun taq etadi u peshana. Bu shunchaki haligi. Bu vaqtinchalik. Bu vaqtinchalik. Mana shuning uchun mana ertaga nima bo'ladi? Hunari yo'q.
o'zi pul topishni bilmaydi va bitta yo ikkita farzandi bor. Ketdi u erkak. Masalan, tashlab ketmasligi mumkin, lekin vafot etishi mumkin-ku. To'g'rimi? Bu hayotda turli falokat ro'y berishi mumkin-ku. Endi nima qiladi u qiz? Juda jamiyatdagi bitta og'riq paydo bo'ladi. Biz jamiyatda bitta og'riqni paydo qilib qo'yapmiz. U o'zini masalan o'sha qiz o'zini bir og'riqqa, jarlikka olib boryapti. Va eng yomoni ota-onalar tomoshabinda va davlatga tashlayapti. Mani qizim yolg'iz ona. Mani qizim yolg'iz ona, davlat yordam berishi kerak. U yolg'iz ona bo'lgungacha qadar siz qayerda edingiz? Nimaga qizingizni yolg'iz ona bo'lmaslikka o'rgatmadingiz? Nimaga qizingiz yolg'iz ona bo'lib qolgan taqdirda ham, taqdir taqozosi bilan eri vafot etib yo nimadir bo'lganda ham oyog'ida o'zi tik turishni o'rgatmadingiz? Nimaga hunarli qilmadingiz qizingizni? Sizda ota-onalik burchingiz-ku bu. Mayli qizingizni o'qitmang, oliy ma'lumotli qilmang, chet elda o'qitmang, universitetlarda o'qitmang, lekin qiz bola hunarli bo'lishi shart. Bugungi kunda hunarli bo'lishga majbur. U ertaga hayot taqozosi bilan nimadir bo'lganda, o'zini hech bo'lmaganda farzandlarini boqishi uchun pul topa oladigan darajada bo'lish kerak. Biz farzandimizni, qizimizni shunga tayyorlashimiz kerak. Qizimizni baxting, hayoting eringga bog'liq degan narsani miyasiga singdirmasligimiz kerak-da. O'zingga bog'liq. Baxtni o'zing yaratasan. Hayotingni o'zing tuzasan. O'zing harakat qilasan. Daromadingni o'zing topasan. Shuni biling, iqtisodiy jihatdan, moliyaviy jihatdan mustaqil ayolni eri u bilan hushyor muomala qiladi. Bu xolasangiz, xolamasangiz fakt. To'g'ri, u masalan moliyaviy jihatdan mustaqil ayolni eri xiyonat qilmaydi degani emas. Lekin menga muhtoj emas bu. O'ziga pul orqali bog'lab tura olmasligini biladi. Menga mute, men ezib o'tib ketaveraman buni deya olmaydi. U hamisha hurmatida turadi. Uni yuragining burchagida yuqori nuqtada turadi. Chunki erkaklar odatda tabiatan rahmdilda. Ojiz ayolga yordam beradi. Mag'rur ayolni hurmat qiladi. Shuni biling. O'zini oyog'ida tik turgan ayolni har qanday erkak hurmat qiladi. Lekin unga yordam, chunki u yordamga muhtoj emas-da. Unga mo'ltillagan, muhtoj bo'lgan ayolga yordam beradi. Buni sevgi deb o'ylashadi. Aslida bu shafqat. Erkak tabiatidagi mavjud bo'lgan shafqat. Shafqatni voy meni yaxshi ko'radi, meni sevadi. Yo'q, bu shafqat. Erkak hurmat qilgan ayolini sevadi. Hurmat qilgan ayolini qadrlaydi. Yuragida yashaydi. Xo'p, siz hayotida yashamoqchimisiz, yuragida yashamoqchimisiz? Yaxshisi ham hayotida, ham yuragida yashang. Qizingizni shunga tarbiyalang. Qizingiz turmush o'rtog'ini ham hayotida, ham yuragida bo'lsin. Uning uchun u moliyaviy mustaqil ham bo'lsin, o'zi ham daromad topsin. Eri uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqsin. Yo'qotib qo'yganda o'zi bemalol harakatlanib ketishidan qo'rqsin. Men buni hozir tashlab ketadigan bo'lsam, hozir men ajrashadigan bo'lsam, bu shunda tik yurib ketadi va kimdir mendan zo'ri ilib ketadi buni degan ongida ozgina bo'lsa ham qo'rqish bo'lsin. Sizni qizingiz juda arzon bo'lib qolmasin. Sizni qizingiz oyoq osti bo'lmasin. Shunaqa qilib tarbiyalang. Shundagina qizingiz qadrli bo'ladi. Qadrli bo'lgan ayol yaxshi farzandlarni tarbiyalaydi. Ma'nan ham baxtiyor, ham quvnoq, ham dunyoga pozitiv nigoh bilan qaraydigan farzandlarni tarbiyalaydi. U bitta masalan erini xiyonatini deb farzandiyu o'zini hayotini rasvo qilib yormaydi-da. U fundament oilada, o'sha bolaligida, qizligida qo'yiladi. Qizimizni biz shunaqa qilib tarbiyalab borishimiz kerak. Qizim erkak kishi xiyonat qilishga moyildir. Chunki erkakning 9 ta aqli bitta nafsidan ustun bo'la olmaydi har doim. Ayolning 9 ta nafsi bitta aqlidan past kelishi mumkin. Bitta aqli bilan 9 ta nafsini yengishi mumkin ayol kishi. Lekin erkak 9 ta aqli bilan ham bitta nafsini yenga olmasligi mumkin. Sen shunga tayyor turgin.
Biz tabiatan shunaqa yaratilganmiz. Bizni tabiatimiz shunaqa. Va sen bunga tayyor turgin va buni tabiiy qabul qilgin. Bu hayotni to'xtatish, oilani ajrimga olib borish, bolalarni yetim qilishga olib keladigan omil emas. Bu shunchaki tananing ehtiyoji, bu shunchaki gormon. Gormonning talpinishi, ongning tebranishi hisobiga. Biologiya. Bu biologiya. Tabiat biz shunaqa yaralganmiz, biz organizmimizga bo'ysunamizda, xohlasak, xohlamasak. Gormonlarimiz, qonimiz shunga javob beradi-da. Shuning uchun biz qizimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Shunda demak, erimda gormonal o'zgarish bo'lyapti. Va bu gormonal o'zgarish yana bo'ladi. Bu yana orqaga qaytib keladi. Siz erkakni qalbida qizingizni hurmat bilan ushlab turadigan vaziyatni yaratib bering. Qizingiz hurmatga loyiq bo'lsin. Oyoq ostiga emas. O'zini oyoq ostiga tashlab bermasin. Har doim tepada tursin. Har qanday vaziyatga, har qanday muammoga tepadan qarab yechim topishga harakat qilsin. Biz qizlarimizni shunaqa qilib o'rgatishimiz kerak. Biz nima uchun qizlarimizni qurbon qilib yuborishimiz kerak? Erkak kishini bitta nafsiga. Bitta nafsiga nega biz qizimizni qurbon qilishimiz kerak? Qizlarimizni qurbon qilishimiz kerak. Yo'q. Hayot davom etadi. Hayotda kuchlilar yo'lda davom etadi va biz qizimizni, qizlarimizni kuchli ayol, oqila, irodali ayol qilib tarbiyalashimiz kerak. Shundagina qizimizni boy berib qo'ymaymiz. Qizimizni baxtini ham boy berib qo'ymaymiz. Keyin undan keyin, ana xiyonat qildimi? Yuqorida aytdik. U gunoh qildi. Biz qizimiz emas. U gunoh qildi. Va u gunoh, har qanday gunoh, inson qilgan har qanday gunoh bir kun o'sha tanadan, o'sha vijdondan so'raydi. Bir kun o'ziga o'zi savol beradi. Men shu gunohni qilganman. Narigi dunyoda qanday javob beraman? Bering, e'tibor bering-da, xiyonat qiladigan erkaklar agar vijdoni juda toza bo'lsa, ruhi pok bo'ladigan bo'lsa, ayoliga boshqacha mehribon bo'lib qoladi. Xuddi go'yoki shu gunohni bu bilan yuvayotgandek o'zini o'zi aldaydi. Hali yomon gapirgan, qo'pol gapirgan erkak xiyonat qilyapti degani emas, aslida mana shundan hushyor bo'ling. Aslida yaxshi gapirayotganda, yaxshi birdaniga yaxshi gapirib qoldimi? Unda vijdon uyg'ondi. U o'sha gunohini sezyapti. Ma'lum bir sabablar bo'lib u gunohdan chiqa olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin u gunoh qilayotganini sezyapti. Go'yoki o'sha gunohni yuvyapti-da, xotiniga yaxshi gapirib, podarkalar olib kelib berib, yaxshi muomala qilib, pul berib, go'yoki shu gunohni yuvyapti. Unda ozgina bo'lsa ham ruh tozaligi bor. Va u bir kun oson qaytadi. Balki qaytgani ham shudir balki. Yaxshi gapirib qilib. Yo'q, yaxshi gapiryaptimi? Yaxshi gapirishda davom etyaptimi? Mana shu joyda nimadir borda u chiqib keta olmayapti. Bor, chunki ongda tebranishda hali qo'yib yuborgani yo'q bu joy. Ongdagi yoqimli tebranishdan mana shu joyda rohatlanyapti. Lekin buni gunohligini bilyapti. Lekin ong o'sha tana shuni xohlayapti, ketyapti. Bu ham biologik nuqtai nazardan, ham psixologik nuqtai nazardan biz qizlarimizni ma'naviy bilimini boyitishimiz kerak-da. Erkaklar fiziologiyasi, erkaklar psixologiyasini tushuntirishimiz kerak. Bu fojiali holat emas. Xiyonat oilani buzishga yoki seni joningga qasd qilishga yoki bolangni urishga yoki nimadir qilishingga sabab bo'ladigan omil emas. Deyishimiz uchun biz o'sha biologik o'zgarishlarni, fiziologik o'zgarishlarni, ongdagi tebranish, o'sha miyadagi nervlarni tebranib lazzatlanishini ko'rganda, eshitganda, teginganda uni farzandimizga, qizimizga tushuntirgan bo'lishimiz kerak. Nimani hisobiga tebrandi? Erim masalan unga xiyonat qildi. Bunda nima bor? Nimani hisobiga meni erimni, turmush o'rtog'imni miyasidagi yoqimli hislar paydo bo'ldi? U menda yo'qmi? O'zini ustida ishlash kerak. Shu tebranishni bu hosil qilish kerak.
ko'radi. Sezadi erkaklar, gormoni aytadi uni, tanasi aytadi. Bu tebranish bunda ham paydo bo'ldi. Qaytadi. Lekin bu fojiaga sabab bo'ladigan, oilaviy ajrimga sabab bo'ladigan omil emas. Agar aqlli ayol bo'lsa-da, o'ylab, fikrlab, o'zini ustida ishlash kerakligini ko'rsatib beradigan omil. Ma'naviyati bo'lish kerak-da. Men nima qilyapman? Men bunaqa arzon emasman. Biz qizlarimizni bebaho ekanligiga ishontirishimiz kerak. Bu tuban joyga, bu jarlikka arzonlar tushadi. Sen arzon emassan, sen bebahosan, sen yuqoridan qara, sabr qil, kuzat va muammoga yuqoridan yechim top. Biz qizlarimizni shunga o'rgatishimiz kerak. O'shanda oqila, irodali ayollar shakllanadi. Va bunday ayol erini xohlagan tizginiga sola oladi. Bu qadar sabrli, muammoga yuqoridan qaraydigan ayol. Demak, xiyonatda ham uni boshqarib turibdimi? Xiyonatda ham oilasini buzib yubormayaptimi? Xotirjam yuqoridan kuzatyaptimi? Erini va boshqasini kuzatib turibdimi? Bu ayol relsni to'g'ri olib ketadi. Erkak olib ketmaydi bu joyga. Bu oilani relsini ayol olib ketadi. Ayol orqada turgan holda olib ketadi. Bunaqa kuchli irodali ayol erini shu qadar boshqaradi, go'yoki eri men boshqaryapman deb o'ylaydi. Oqilaligidan. Faylasuflarimiz bir gapi bor ekan. Erkak butun dunyoni boshqarishni istar ekan. Qo'yib bersangiz, har qanaqa erkak ham dunyoni boshqarsam der ekan. Lekin ayollarda siz aytgandek eng oqilasi ham shu erimni boshqarib tursam bo'ldi ekan. Erini boshqaradi-da. Eridan boshqasi kerak emas. O'sha er orqali dunyoni boshqaradi. Masalan, nima deydi? Yengil qaraydigan ayol erini boshqara olmaydi. Endi bu ayollarni o'ziga xos siri-ku, men buni juda ham oshkor qilib endi sezdirmasdan boshqaradi-da endi. Aqlli ayol sezdirmay boshqaradi. Aqlli ayol pastda turib boshqaradi. Bo'yin qaysi tomonga qarasa, bosh o'sha tomonga qaraydi. Buni aqlli ayol bo'yinda o'zini ko'radi-da, boshqarishni biladi. Mana turmush o'rtog'i xiyonat qilyapti. Farzandli ham bo'lgan deylik, aytaylik. Aqlli ayol shunaqa arqonda o'zini tashlab boshqaradi. Ishonasizmi? Mana shu erkak, mana shu aqlli ayolni oyog'ini tagiga keladi. Keladi. Sabrli, aqlli, irodali, farosatli ayol har qanaqa erkakni olib keladi. Olib keladi. Va mana shu relsiga tushiradi. Bekorga aytmagan ayolni makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deb. Faqat u makr aql bilan ishlatilganda. Yengiltaklik bilan emas, janjal bilan emas, olam shumul voqealarga sabab bo'lish bilan emas, zimdan. Men buni ayollarimizga ochiqchasiga aytishim shart emas, ayollar o'zlari yaxshi biladi. Ayol kishini hamisha gumoni to'g'ri gapiradi. Chunki ayolga Alloh ichki tuyg'uni, ichki ovozni shunaqa bergan, bebaho bergan. Ali erkakni 10 aniq gapidan ham ayolni bir gumoni to'g'ri chiqadi, bekorga aytmagan. Gumon qildingizmi? Demak shu narsa bor. Qalbingizga shubha tushdimi? Shu narsa bor. Zimdan boshqaring. Harakatingizni qiling. Lekin o'zingizni fido qilmang. Aqlni ishlating, makrni ishlating. Oila kerak bo'lsa, makrni ishlating. Va bu makr aqlga tayansin, farosatga, odillikka tayansin. Shundagina oila saqlab qolinadi. Erkak va ayolning hayoti bir-biriga bog'liq ekan. Biz qiz farzandlarimizni ham, o'g'il farzandlarimizni ham mana shunday jarayonlarga tayyorlashimiz kerak. Ko'pincha bu vaziyatda jabrdiyda bo'lib bizni qizlarimiz bo'layotgan ekan, qizlarimizni bolaligidan bu hayotning sinovlariga, to'siqlariga tayyorlab, o'zini qadrlashni, o'zini yaxshi ko'rishni, o'zini har doim birinchi o'ringa qo'yishni o'rgatishimiz kerak. Birinchi o'ringa. Erini emas,
o'zini birinchi o'ringa. O'zi yaxshi bo'lsa, o'zi sog'lom bo'lsa, o'zi har jihatdan ham psixologik jihatdan ham fiziologik jihatdan sog'lom bo'lsa, ana undan keyin u eriga kerak. Ana undan keyin u eriga mehr bera oladi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zi bo'lishi kerak. Ana undan keyin u ona sifatida farzandiga mehr bera oladi, parvarish qila oladi, qaynasiga qaray oladi, qaynotasiga qaray oladi, aytaylik, eri bilan oilada o'zini o'rnini topa oladi-da, o'zi bo'lsagina. O'zi yo'q ekan hayot yo'q degani. Har doim hayoting birinchi o'rinda degan narsani qiz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak. Har qanaqa vaziyatda yechimi bor. Bu dunyoda o'limdan boshqa hamma narsaning yechimi bor. Har qanday to'siq bir ilmoq bilan yechiladi. Har qanday to'siqni ko'tarib olish mumkin. Faqat o'limdan tashqarisini. Shuning uchun hayoting birinchi o'rinda. Hamisha hayotingni ehtiyot qilgin. Arzimagan narsaga hayotingni qurbon qilma. Taroziga qo'y har doim. Har doim tarozida sani umring, sani hayoting og'ir bossin. Birinchi o'rinda ekanligingni unutma qizim deb tarbiyalashimiz kerak. Shundagina bizning qizlarimiz hayotiy to'siqlardan oqilalik bilan, iroda bilan o'tadi va qadrli inson, oqila ayol, dono ona bo'ladi. Ajoyib mavzu bo'ldi Zilola opa. Bizga qolsa gaplashib o'tiraveramiz. Vaqt chegarasi. Albatta biz suhbatimizga yakun yasashimiz kerakligini ko'rsatib turibdi. Inshaalloh keyingi mavzularimiz bundan-da qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Agar sizda ham o'zingizni qiziqtirgan qandaydir mavzular bo'lsa, aytaylik, kichkinagina muammolaringiz bo'lsa, bemalol so'rashdan tortinmang. Zilola opam bilan birgalikda hamma muammolaringizga yechim topamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sog' bo'ling.